Xo'p, azizlar, ko'pchilikni biz hamkorlikka, komandamizga ishga taklif qilganimizda, o'zi bu qanaqa ish, halolmi, aldanib qolmaymanmi, mashinnikli emasmi, qonuniymi degan savollar kelgan ko'pchilikdan. Hozir shu to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Azizlarim, siz uy bekasimisiz, studentmisiz, pensionermisiz, yoshingiz, kasbingiz, qanaqa muhitda yashashingizdan qat'iy nazar bu ishga kirishga hech qanaqa to'sqinlik bo'ladigan aloqasi yo'q. Ya'ni korporatsiya sizni ishga qabul qilish uchun sizdan hech narsa talab qilmaydi. Sizdan faqat so'raladigan narsa pasport, telefon raqam orqali bizdan ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga ID raqam ochiladi. Bu ID raqam orqali sizga onlayn magazin ochiladi. Bilasiz azizlarim, qanaqadir magazin ochmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, katta sarmoya kirishingizga to'g'ri keladi yoki qayerdandir arendaga olasiz, u joyni mahsulot bilan to'ldirasiz. Lekin sizga korporatsiya tayyor marketing plan, tayyor 500 xil mahsulot berib qo'yibdi. Ya'ni Ersah korporatsiyasi Turkiyani korporatsiyasi hisoblanadi. Turkiyada 7 ta zavodi bor, ya'ni mahsulotlarni o'zi ishlab chiqaradi, o'zi yetishtiradi. 100% ekologik toza mahsulot. Siz a'zo bo'lganingizdan keyin mana shu 500 xil mahsulot sizning onlayn magaziningizda bo'ladi, azizlarim. Bu onlayn magazinda 500 xil mahsulotlar orasida nimalar bor? Ya'ni bular mo'yshe sredstvalar, ya'ni uy ro'zg'or tozalash vositalari, kosmetikalar, dekorativ kosmetika, yuz o'xotlari, undan tashqari ozdiruvchi kofe, choylarimiz, davolovchi hamda kasallikni oldini oluvchi biologik faol qo'shimchalar ham bor Ersah korporatsiyasida. Bilasizlar, biologik faol qo'shimcha bu dori mahsuloti emas. Xullas, siz nima qilasiz? Birinchi navbatda a'zo bo'ldingiz, hamkor bo'ldingiz, ya'ni pasport va telefon raqami orqali bizdan ro'yxatdan o'tdingiz va o'zingizga o'sha 500 xil mahsulotdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotni bir marta xarid qilasiz. Misol, kunlik hayotimizda ko'chadan ham shampun xarid qilishimiz mumkin, ko'chadan poрошок xarid qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Yoki ko'chadan qanaqadir kosmetika, yuz o'xotlarini xarid qilishimiz mumkin, lekin u uchun sizga hech kim sertifikat yoki kafolat bermaydi. Lekin Ersah korporatsiyasi sizga o'zining qonuniy sertifikatlarga ega bo'lgan mahsulotini tavsiya qilyapti. O'zingiz uchun bir marta xarid qilib ko'rasiz. Kundalik hayotda ishlatishingiz mumkin bo'lgan mahsulotni o'zingizda ishlatib ko'rasiz. Xaridingizdan tashqari birga bir podarka beradigan kompaniya hisoblanadi Ersah korporatsiyasi. Podarkalar bilan birga oldingiz, mahsulot sizga tekinga tushadi qizlar. Ishlatib ko'rdingiz, sizga mahsulot yoqdi. Endi nima qilamiz? Eng yaqin insonlarimizga taklif beramiz. Ya'ni, men mana shu joydan mahsulot oldim, shunaqa podarkalari bilan keldi. Ishlatib ko'rdim, haqiqatan effektini o'zingizda sezdingiz. Siz prosta u mahsulotni o'zingizda effektini sezdingiz va boshqalarga tavsiya qildingiz. U o'sha yaqin insoningiz aytadi: "Menga ham shu mahsulotdan olib bergin" deydi. "Kel, seni o'zingni hamkor qilib qo'yaman, sen ham o'zing uchun mahsulot olasan" deysiz. Uni o'zini siz ketingizdan hamkor qilasiz, u o'zi uchun mahsulot xarid qiladi, hech qanaqa sizdan sotib olmaydi, siz ustiga pul qo'yib sotmaysiz, siz olgan narxda, ichki narxda u ham mahsulotni oladi. Unga ham podarkalar bilan boradi mahsulot va kompaniya uni tovar oborotidan sizga qisman oylik qilib tashlab beradi. Ya'ni kabinetingizga tushadi oylik bo'lib. Tasavvur qiling, hech qayerda yo'q ish bu. Sizdan diplom so'ralmayapti, hech qanaqa narsa talab qilinmayapti, faqatgina o'zingizda ishlatib ko'rgan mahsulotni boshqalarga tavsiya qilyapsiz.